Bu galgi xizmatimizda shahar o'zida joylashgan xonadonlardan birida 14 kishilik tadbirni uyushtirib berdik. Kunimizni har doimgidek birinchi bo'lib bozorlarni qilib olishdan boshladik. Chorsidan kerak narsalarimizni olib, xizmat joyimizga yetib borishimiz bilan birinchi, ikkinchi ovqat uchun tayyorgarliklarni boshlavordik. Ovqatlarimizni chiroyli qilib qovurib solib qo'yib, stol ustiga qo'yiladigan narsalarimizni harakatini boshlavordik. Dasturxonni ko'rki bo'ladigan chaqchuqlarni shunaqa ko'rinishda chiroyli qilib taxlab berdik. Ketidan qulupni yagidalarimizni taxlab, birma-ketlik bilan narezkalarimizni ham boshlavordik. Bu xizmatimiz bizani doimiy mijozimiz uylarida bo'lib o'tdi. Onajonimni mehmonlarini chiroyli qilib kutib olishimiz kerak deb aytganlari uchun hamma narsani sifatlisidan olib borishga harakat qildik. Shunaqa tadbirlar o'tkazganda sifatli pishloq mahsulotlarini Sirniy Lavka do'konlarida xarid qilishingizni tavsiya qilaman. Sababi 10 ga yaqin mashhur brendlarning Belorussiyaning mahsulotlarini do'konda uchratishingiz mumkin. Dasturxon ustiga tayyorlagan narsalarimizni chiroyli qilib joylashtirib, mehmonlarimiz yetib kelishligiga muzdekkina ice tea mojitolar ham tayyorlab berdik. Ayollar yaxshi ko'rib iste'mol qilishadigan xurstashi baqlajon salatlarini berib olib, birinchi, ikkinchi ovqatimizni chiroyli qilib so'z berib, xizmatimizni tugatdik. Xizmatimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun Instagram direktimizga murojaat qilishingiz mumkin.